Bu furani ayanchli ahvolga tushganini sababi avariya bo'lgan. Va avariya bo'lishda fura haydovchisini ikki tanlovi bo'lgan. Birinchisi, yo'lda ketayotgan yengil avtomobilni urishi va bu avtomobilning ichidagi insonlar jarohat olishi va hattoki o'limga qadar olib borilishi mumkin edi. Lekin shofyorimizga bitta layk qo'yib yuborishimiz kerak, chunki ular yo'lning naryoq tomonida ketayotgan furani orqa pritsepiga urishni tanlaganlar. Bu albatta mudhish holat, lekin haydovchiga 5 baho qo'yish mumkin bo'lgan va videoga esa siz layk bosishingiz mumkin bo'lgan holat. Nimagaki haydovchi o'zini jonini xatarga qo'yib furani ortiga o'tdi va shu fura haydovchisi hozir uyimga o'z furalarini olib kelib topshirdilar va shuncha aytib bergan noxush xabarimda bitta xush xabar borki, haydovchi sog'omon, narigi furani haydovchilari sog'omon va faqatgina kabinka uringan xolos. Kabinka uringanda ham juda ham xatarli darajada, chunki haydovchini oyog'i va torpedka bilan deyarli joy qolmagan o'rtada. Haydovchimiz bo'lsa oyoqlari singan. Hozirda hamma davolash muolajalarini o'tkazib, o'zlari deyarli har kuni uyimga kelib ish protsessini kuzatib boradilar. Hozirda bu kabinkani ortimda turgan qizil kabinkaga svejiy qiz bolasiga o'zgartirib beryapmiz. Narxlari qiziq bo'lsa yoki o'zingiz ham kabinkangizni almashtirmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Uyimda ishingizni tez, aniq va ishonchli bitirib oling.